Kechagina kelinimni ko'zlari yoridi. Quvvat bo'lsin deb aynan shu taomni tayyorladim. Yumshoqqina suvlarga nonlarni botirib yeydigan, juda ham yaxshi quvvat bo'ladigan taom. Bittagina yurakchani mehr bilan bosib qo'ying. Retseptni mendan qabul qiling. Kartoshkalarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'da tillarang qilib qovurib olamiz. Kartoshkalarni qovurib olgach, qolgan yog'ida go'shtlarni ham har tarafini yaxshilab qovurib olamiz. Men qo'y go'shtidan foydalandim. Mol go'shtini ham aralashtirib ishlatsangiz bo'ladi. Taomimiz yanada suvlikgina va mazali bo'lishi uchun sokini tayyorlab olamiz. Suvga tomatli pasta, chesnok, tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Go'shtni qovurilish jarayonida suvi chiqqan vaqtida tuz va xohlagan ziravorlarni solishingiz mumkin. Qovurilish jarayonida tuzni solib qo'ysangiz go'sht qotib qolishi mumkin. Go'shtning ustiga qovurilgan kartoshka va tayyorlangan sousni solib 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Hidlari butun uyni tutab ketdi. Qo'shnilarim ham hattoki nima taom tayyorladingiz Robiyaxon deb telefon ham qilishdi. Siz ham albatta quvvat bo'lishi uchun shu taomdan tayyorlab yeb ko'ring. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga